O'zimni avtorskiy salatimni sizlarga tayyorlab ko'rsatib bermoqchi edim, lekin uyda faqat mayonez bor ekan. Magazindan faqat kerakli mahsulotlarni olib kelaman deb eslab qoldim. Go'sht, bodring, jo'xori. Go'sht, bodring, jo'xori. Uyimiz yaqinida joylashgan Makro supermarketiga kirib chiqdim. Bu yerdagi narx-navoni ko'rib, aslida nima olishga kirganim esimdan chiqib qoldi. Men ishlatadigan koreyskiy shampunlar ham skidkaga tushibdi. Meva sabzavotlarga ham tanlov juda ham keng. Aslida nima olishim kerakligi esimga tushib, tez-tez xaridlarni amalga oshirdim. Hozirda ularda kolbasalarga birga bir aksiyalar ketayotgan ekan, ulardan ham foydalandim. 1,5 kilo qo'y go'shti sotib olsanglar 1 litrli miltr yog'i qo'shib berishar ekan. Kassada aytib qolishdi, Makro app ilovasini yuklab olsam, menga yana 3% cashback tushar ekan. Bu imkoniyatdan sizlar ham foydalaninglar. App Store yoki Play Marketdan yuklab olsanglar bo'ladi. Uyga kelishim bilanoq salatni boshladim. Salat uchun tuzlangan bodring, svejiy bodring, qaynatilgan tuxum, go'sht, sir, jo'xori, aysberg yarami va qotgan non kerak bo'ladi. Tuzlarni rostlab, bitta yaxshilab aralashtiramiz. Mayonezni solib, yana bitta yaxshilab aralashtirib, dasturxonga tortamiz. Bu salatni albatta tayyorlab, oila a'zolaringizni xursand qiling. Video uchun like bosib qo'ying.